Hammaga assalomu alaykum. Aholingiz qalay? Mana 11-noyabrdan 10-dekabrgacha Bharatko Janiyev kvizi bo'lib o'tdi. Bunda biz ham faol qatnashdik va bugun faol qatnashchilarga elchixona tomonidan va Lal Bahodir Shastri nomidagi Hindiston markazidan bizga mana shunday esda qolarli sertifikat taqdim qilindi. Hamma qatnashchilarga omad tilab qolaman va ko'rishguncha sog'-salomat bo'ling. Mana qatnashchilarga Hindiston taomlarini taqdim qilishmoqda. Mana taomi